Tayyormisizlar? Ustoz, nima qilishni shogirdlarga Bos qilamiz. O'rgan olaydi. Gaplash. Alo, Qaysi istaysan? alo. Javed. Ketdi. Men Adishdan gruppadashman. Ha. Masa so'ragan. Yes, gracias. Qaysi versiya? O'zi ozgincha narsa bor bugun ham. O'sha narsani ko'rsatib bering. Okay? Okay guys, let's go. Ikkita so'zga o'tirib. İngilizce var, İtalyanca var, dilleri. Her zaman ovak ediyor, program yapıyor. Bir an ki getirdim, sen sonra gitti. Hadi İngilizce var, İtalyanca diyor. Doğru yanlış gibi değildi. To'g'ri, niyatga bog'liq. Menga kattasi ingliz bilaman. Sen hali yosh bolasan. Ha, inglizga o'ylanadi, biratalarga inglizcha o'rganadi. What's up guys? Ben kelmedim, ben de dersim. O'rganyapsiz. Tak. Kecha nima ko'rdik? Yana nimalar ko'rdik? Hozir? Ha? Yana nimalar ko'rdik? Ko'rdik. HTTPS, analar, holatlar, analar. Say. HTTPS. Nechta analar bor ekan? Bitta aytamiz. 500 ta. Nima? Bitta aytamiz. 100 dan boshlab 500 gacha. Qanday? Gap. 100, 200. Yo'q, vazifalar bilan aytyapman men. 100dan, yo'q, 300dan qaysi bu Bitta, o'rta 404 bor, 505 bor, 502 bor. Hammasini bitta vazifalar bilan yozib kelinglar dedim men. O'zi yozmabsiz. Nega yozmadinglar? Darsimiz hali bilmasin. Turinglar. Nega bo'lmas? Men sizlarga bugun dars ko'rdim dedim-da. Hozirga. Ha? Bugun dars. Ha? Hozir izlanglar, davay topamiz. Har birini bitta. Hozir bitta chiqib yozasizlar, tushunarlimi? Errorlarni bilmaydi. Keladigan xabarlar. Ha. Nima? O'yla. Ko'rasiz, o'zi taklif mayga ketadi. Nima? Like. Yuqori yana yozdim. Dobro boshqa o'ramiz. Bo'ldi so'z. Hadi beramansan? Dosga chiqib yoz. Hozir. Ahmoqda xatingiz ham bor. Ahmoq misol. Ketayotgansiz. Jangi o'zim kelgan. Ana marga shunisiz. O'zim kelgan. Ne ko'ryapsan? Boshqaruv shopda biz qanday. Bugun to'y bo'ladi, to'yga keladi. Nima? Короче, ayam amakisining qizi. Voy bu, ayam. Amakivachcha, ayam bilan shohib. Shohib. Ayam bilan amakivachcha, shohib. So'zlar
Qo'shiqchi birinchilarni kassaga beradi. O'shan ikki topilgan bo'ladi birinchilarning. Yıkıca dedi. 100. Hamasını alıyor musunuz? Aha. Tamam sen bormayın sen ortaya çıkarsın. Ben arkadaşım sen bir bakarsan. Sonra da bana bir Kata basam ağzına. Kata basam açma gelsin. Güzel. Bu arada tamamen ben söz. Nasıl yakalar dursan nasıl yaptın? Ana yollaşmıyorum ki yollaşmıyor. Abi nasılsın ne? Akvar yani. Doğru. Dünya ünlü buraya toplayamıyoruz. Kan mı söylüyor? Zaten Özbekistan'a kovrik. Paralıyız. Yeah. Paralıyız. Güzel bana. Hazır koyduğum yapıyorum. Yalnız yaratırlarını kopurlar. Söz bugün kimse bilmezsin ha. Sonra görsen bunu yapsın. Ne kadar gör? Ay Onda da bekleyin. Meyde malumatlarında değil miydi? İleride bağladı. HTTPS protokol. Paralıyız kırmızı. bayağı Muvaffak edip becerine sonra korun da. bunu sadece Nasıl yazarsın? İki adım. İki adım başlayın. 26 bunu. Yani Tince amma bagaimana tince? Bunu? Amma bagaimana? Apa contohnya? Yakında önce anlar böyle. Tamam. Hazır. Sen var yüzden öyle değil. Bitemedi. ne yapıyorum ben? Okuyup bana doğru okuyuyorum ben. Yakında ben anons falan çekip onu. Evet. Kendi söz koydum. Saç altına Ne? Sonra ne kırmam ben? Ne şikayet edin oldu? Ne diyeyim ben de. güven bir olacak. Sonra ne istiyorsun? 201. Hamasını alacak yarını. Neden? Bu sigarayı düşüneceksin. 201 Hamas joydu. Sen ne diyemiyorsun? Olarak? Komedi mi? Komedi musun? Niye? Evet. O çerverdi. 200'de ok ya sorular Mühendisleri Seriye? Fakat ayrılarına kapatıldı. Yazıkken? Ozokka taşı bunu yap. Konspekt qilinglar menga. Ne yapıyorsun? Ha? Ne yapıyorsun? Qolmanglar qilinglar. Topdim so'zini. Hop. O'tganda nimada to'xtagandik? Django'nun start projekti. Guruhlarni ko'rsatib bormi? Django'ni My Project yaratish, global settings fayllar yaratish. İşlemsiz. Sizga boshiga boshlanmasini yozib qo'ydim, faqat davom ettiring. Nasıl bitirelim diyor. Mana bu My Project turibdi-ku. My Project. Xuddi shuni qaysi buyruq bilan yaratardik hozir? Hozir tuting. Django admin start project, my project. Start Project'da. To'g'ri. Hop. My App'chi. Ozod. Aslida aytsangiz konspekt. My App'ni qaysi bilan yarataman? Vay. My App'ni qaysi bilan yarataman? Hozir meni boshini yana konspekt bo'lib, yozib olaylik, kelayotgan ekanda. O'z og'zimdan. Buni darsdan oldin yozib kelishinglar kerak edi.
Eshityapsanmi? Ha, to'g'ri. My up. Qanday yarataman men uni? Ha? Hozir Hozir. gapir. Hozir. Qancha kuchi yana? Hozir Aytdi. Hozir ana ko'rish zo'r. tur o'rningdan. Hozir mana. Tur o'rningdan. Tur o'rningdan. 500 qoldi. Qancha kuting men? Tur o'rningdan dedim. Odamni tashvoyam. Server xatosi 500. Server xatosi ekan. Biz xatomizni rasmga 500. O'sha server xato degani Backenddan kelyapti degani. Backend o'zi server hisoblanadi. Tur o'rningdan dedim. Rasmga. Aytdi. Olay tanishlar. Jango'ni topdi jango hozir. Ne rasmga olgan. Voy, ne yaptı diyor, ne yapıyor? Hop. Tak. Konstruktor. Melis, aytavering bo'ldi, tayyorman. Mayapni hozir. Tur o'rningdan dedim. Python nimaga py start out my up down deyapti. Asli gapimiz. Ingliz tilida. Tushunadi. O'sha to'g'ri. Qanchadi? Bakimda ichdi. Asosiy sozlamalar. Yeni varsasini bo'lib kesishadi. To'g'ri. Nima edi? Asli, ozoq. Asliga sayyorlaysin gelmaydi. Yo'q, sen so'ramayman. Bilmayman. Asliga o'ziga keyin darsga keldim deyapman. Bugun dars Bugun darsga mana senga men keta aytmadimmi? Ertaga dars qo'ydim. Soat 14:00 da kutaman dedim. Sizlar nima qildinglar? 7 minut kech keldim. 7 minut emas, 7 minutda sen anani olib kelding kavroyla olib. Malay dars oladi. Damas ko'manda deydi. Taksi chaqirmayman. Ertaga kelish kerak edi. Ertaga chiqish kerak deb qo'ymasdan. Qo'ygan. Mana deydi. Nima edi? Telefonga yetishganmi? Sayyodbek, asli. Bu zamonaviy aslin ya'ni bir vaqtda ko'pto'ralari boshqalar oladigan interfeys. Qurilmani Django'ni ichida deb yozdingmi? Django'ni ichida deb kirdingmi? Noto'g'ri demak. Nega? Noto'g'ri. Mana ba'zi Django'lari yo'qdan yoki soket asosidagi ilovalar bilan ishlatib tayyorlaydi. To'g'ri deb so'radi. Natozmi sizlar? Natozmi? Niye? Tamam. Sus. Ko'r. Barcha narsasini tushunarli nega? Ustoz yozib berdi, o'zidan so'rasin. O'zidan so'rang. Ustoz char yozib tushunarli ko'rsa, Shartni yozganman xolos. Serial yozdim. yozmayotgansiz. Katta yozlar anolar. Aql o'rgatmayman. Aql o'rgatmay yaxshi. O'zi bitta video qilmay turibsiz-ku. Shunda Mana bu asosiy My Project'ni fayllar strukturasi. Ya'ni hozirgi holatda bularni bajaradigan versiyasi. Joyga tur, yurolmasini yaratgan xuddi bog'day. Tushunarlimi? Nagoylayapti. Kundayapti, ne aytdim cheki. Tushundingmi? Kundayapti. Ha, ne aytdim? Kulyapti. Tushunarlimi? Kulyapti. Tushunarlimi? Rasmni ham boplab olsan kecha. Buni deb Buni deb Joyingga tur dedi hozir. Mana Kelolmassan. Tak. Mana bu ikkitasini yana egasi bo'ladi, qo'shimcha izlanib kelinglar dedim. Hali topmagansan. Qaysini? Qaysini? Belgilab qo'ydim, ko'rmayapsanmi? Qaysini topdim-ku. Nimani topding? Askini. Yo'q, menga vaysasini to'g'ri yozgan. Bizga ham topdim. Farqini nima bo'ladi? Ey, bo'ldi, darslar. Xo'p deyiladi, xo'p deyiladi. Xo'p deymiz, xo'p deymiz. Sizga ko'rmassan. Xo'p deymiz.
Tushunarlimi? Nima ekan settings? Nima kerak ekan hozir? Settings sozlamalar. Nimani sozlamalar? Django'ni sozlamalar. Django'ni sozlamalar, to'g'rimi? Ichidagi install appsni bizga nimaga ishlatardik? Install apps. Install apps. Dovda doy. Yo'q, ko'rsatmayman. O'zingda bor edi. O'zingda ko'r. Nimaga install apps? Hozir. Anomada Nima? terminal yozgan yo'qmi? Yo'q. Naqasdan so'radi. Kitara bilan büyüsün. Install apps. Doğru narsalar bo'lsa kerak-da. Nima uni? Install apps. Yo'q. Jonga deb ketgan bo'lsa o'qish kerak, yozish kerak shu narsani. Hech ogohlantirmadimmi? Bugun ertaga qo'shib bo'ladi deyishdim. Sayyorbek ogohlantirmadimi? Kecha Ben yürüyüp bir değiştim. Çarpacak oldu. Doktorda. Taşları sonra. O'tirib Kimmiş ya? sen joyingda turib stol ko'tarib turasan. Ne var? Tushundingmi? Hayır, olmaz. Знаешь, что связывает семьи? Elime nasıl vereyim? Abi çok işte korktu. Dia malah seperti itu yang biasa kan gambar lontran, tidak Oh. ada. Hop. Oh, Tak. Migrations. Kecha biz nima berdik? Tak loyihani ishga tushirish uchun birinchi nima berdik? ano, red off, daha işletişti. Da. Bu narsa emas ekan. Yo, ana server start bile, yaşam bile. Ha? Server start bile. Yo'q. Bu görüş yok. Django Rails framework nasıl? Yo'q. Topamiz. Türkçe'nin nasıl? Yo'q. Malum şimdi değil. Loyihani ishga tushirishdan oldin biz nima qildik? Özünde server. Halle yaptık soğuz başına geçirdik. Halle yaptık. Ha, hala. Yok. Ürünlerine de bir başı tartışmıyor. Full eye. Nima edi? Ozod. Nima edi? Doğru. Ma'lumot database yaratdik-ku biz. Hop. Nima edi o'sha buyruq? Create table. Table doang. Database tamam geçmişti. Nima edi? Muamele. Kecha loyihani ishga tushirishdan oldin biz nima qildik? Nasıl yapardın kanalda? Nimani yoqordik? Bundan oldin nima qildik? Tur o'ynayapsan. Nima qildik? Nima qildik? Kulishni bo'lmayapti bu yerda. Kulish bo'lmayapti bu yerda. Hozir videoni ochib topinglar. Davay, bo'l. Ya? So'zdan geçirmeye yapmadım. Hop. Şimdi de geldi. Yaşamam ki yaşama var ya. Ovozini o'chirib qidiruvdan bitta narsani topolmayapsan. Aşağı yenge hazırlıyordun. Hozir tashlayman. Dersi nasıl? Küçük oldu. Ha, bir yaratdı. Hozir aylantirib qo'yib qolaman lekin hozir. Tushundingmi? Tushundingmi? Yaxshilab videoni topinglar. Videoni ichidan. Footname. Okul da bakıyoruz o. Neydi nima kerak sizga? Bu ne ha? Yes. Sen de görüyorsun. Sos. Footname kerak. Nima? Ko'p kanallar. Nima ko'p? Ko'pdan sotiliyor. Ko'p o'shani ichidan. Bir teratik. Rang qilishdan oldin men sizlarga ikkita narsa ko'rsatdim. Rang qilishdan oldin. O'sha narsani topinglar menga. Buyruq bering.
Jango'miz frameworkga nima deydi? Topinglar o'shandan. Aka, toping. Rasmni olib tashlayman hozirga. Tak, footning, footni ismi bo'lar ekan, nomi bo'ladi. Hop, keyin retsept bo'ladi. Ziyodasi restoran qiladi. Retsept. Ziyodasi retsept bo'ladi. Chetdagisi mayat razoli. Yo'q. Asfaltda retsept yozishasiz. Boqirmoqdan qildi. Narsa? Nima? O'sha yozma. Avraga eshitmayman. Nimadir ko'ribmiz o'sha Resip ekan. nima narsa so'z nima narsa Siyikmi? Yo'q, mana. so'z Yo'q. Barcha 255 qo'yamiz. Mana qarang, butun bo'lyapti. Mana bu retsept ustuniga o'sha retseptlar saqlanadi. Databazani endi yaratish qanday bo'ladi? Hozir kurum tushgan soqaning. Ozdan keyin narsa ko'rmayman. Ko'pdan so'rayapsizlar. Topinglar o'sha. Men ramserni berishdan oldin ikkita narsa ko'rsatdim. Telefonni narsaga qo'yganman. Terminalni qo'yganman. Men ramserni berishdan oldin ikkita narsa ko'rsatganman. Men o'z qoldim. Nima bo'ldi? Bo'ldim o'z paskandiga. kutubxonani yurmayapmiz. Vay, o'z qadringiz nolala. Hozir aytdim, kelgan narsani gapiravermadim. Terminalga kelamiz, akamda. Do'konimizda bunlarga ham mayatni qo'shib qo'ygan bo'ldi. Boshisiz qarang. Topinglar. O'tirib, Ko'rmanglar. Hech kim senga o'tir demadi hozir. Eshitdingmi? Yo, borib turgizaymi men? Hozir qo'ygan. Turaveringlar. O'yin qilmayapman. Sizlar Yo'q. darslar tutiladi. Ha? Darslar tutiladi. Qaysi xonada? shu bilan Xonada. O'chog'ingni. O'chog'ingni. Eshitmayapmanmi? Ha, shunga eshitdinglar undan. Kursor komik. Nega kursor komik? Qanaqa edi? Nima bo'ldi? Mana bu komik. Qani? Qaysi birini bajargan? Mana geladi. Reset. Tak. Ha, bu topdim ma'lumotlar bazasini yaratdik ikkinchi. Nima buyruq edi o'sha? nima? Python manager.py mana keyin O'rnidan turib javob ber. Men so'rayotganimda. Yana mana Yo'q, endi qarang. Makin Bunga bitta insert into degan migration nuqta videoga qarab, mana shu
o'z zamonlaringizga mos Hayır, bo'lasiz. hayır. Topdim. Topdim. Nima? Gapir. Ha, Python manager.py migration nuqta. Shuni so'rayapman men sizdan. Keyingisi nima ekan? Ana o'ylaydi. Nuqtamni o'g'irdi. Yo'q. Yana bitta buyrug'i bor edi. Topinglar menga. Seni veramiz. Yo'q. Migratsiya. Migrationsdan keyin yana bitta buyruq berdim men. Python migratsiya. Python Migrationsdan keyin yana bitta buyruq berdim men. Qaysi biri edi? Xolos kerak emas. O'qilmasi kerak-ku. Migrant o'zi. Migrate'ni o'zi edi bizda. Ana Shuni qiyinmi aytish? Ikkita narsa o'ylaysiz? Ikkita narsa, migrations bilan migrate. Ikkita bo'lyaptimi? Yo, uchtami? Yo, bittami? Bittasi ko'rinadi. Migrations va migrate. Ikkita buyruq. Bular ikkalasi alohida vaziyat bajaradi. Yarim so'traga endi. Yo'q, turasizlar. Zavda rasmga tushmaymiz. Rasmga olaman hozir kerak bo'lsa. Ne biz peshonam shu. Sonra korumasıya blok veririz. Bu el klasik okuramız. Python. Ne oldu? Ne bayrak tursunuz? Asosiy buyruq. Nega kuyolar bilan ekan. Tushunarmi? Nega bo'lmaydi? Tushunarlimi? Nima ekan make migrations? Database yaratadi. Database yaratiladi. Migrate nima qilar ekan? Nima qilar ekan o'zi? Shuni ertaroq ko'rish kerak edi. Bekarchi o'yin o'ynab o'tirolmasdan. Kuladigan gap gapirmayapman bu yerda. Nima ekan migrate? Migrations. Migrate database. Hop, migrate nima ekan? Hayotbek. Hop. Nima ekan migrate? Ha? Migrate. Biz trade non beketmesi için fonddan Nima u? ben trade qilishdan sana dedi. Trade emas, kanalda ishlaydi. Nima bilan ishga tushadi? Fonddan ram beramiz, beketgan bilan. Bizni o'tgan narsa bilan ham berdi. Buyruq bilan ham berdi. Lekin ishga tushadi. Ikkalasi alohida narsa. Ikkalasini ketma-ketma. Alohida narsa. Lekin alohida ishga tushadi. Frontend alohida ishga tushadi. Ishga tushgandan keyin connection bo'ladi. Nima ekan migrate? Hozir Turuvini o'tir demadimmi? yo'q, oldin qo'yaman. O'yinmi menga hozir? Nima ekan migrate? Migrations bu database yaratadi. Migrate bu databaseda kalma yaratadi. Qiyinmi shuni uyda ko'rib kelish? Yo'q, Endi shu yerga tashlab, shu yerga keltirib ko'rgizaymi videoni. So'rash kerak edi. men e'tibor E'tibor beryapman. Yo'q, notishni sizga qo'ydim. Kerak emas yo'q. Men keldim narxga. Kerak emas yo'q. Hop, nimaga harakat qilmaysan? Yo'q uyga o'rganish ham yo'q. Kecha charchadim ancha. Ha? Yig'ilgu. Next. Kecha tunasi o'ygacha ishlayman, so'z. Kecha ishlayman, tunasi o'ygacha. Uyda keyin o'yga.
Yana marta takrorlangan bo'lsa, u ham yomon bo'ladi. Tushunarlimi? 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 Hayır, şimdi Xo'p deyiladi. Qo'y joyiga o'ynamasdan. Jahl qilma menga. Tushundingmi? Xo'p. Mana bu my app ichidagi migrations. Buni ichida ayni biz o'sha migrations buyrug'ini berganimizdan keyin ichidagi databaza yaratiladi-ku. O'sha narsa saqlanadi. Ya'ni qaysi tablelar yaratilgan, qanday databaza mavjud, qanday databazalar mavjud, qanday tablelar mavjud. Mana shular hammasi mana shu migration fayl ichida saqlanadi. Tushunarlimi? Init. Bu просто konstruktor. Klassdagi konstruktor bor edi-ku. Xuddi shunga o'xshagan konstruktor. Xo'p, admin.p. Admin uchun nazorat fayl hisoblanadi. Uni biz nima qilamiz? Misol uchun bugun sizlarga ko'rsatib beraman, admin panelga kirishni. Admin panelda biz mana bu ma'lumotlar bazasini nazorat qilsak bo'ladi. Xuddi shu narsani biz admin.pga ma'lumotlar bazasini ro'yxatdan o'tkazib qo'yamiz. Xuddi shu ro'yxatdan o'tkazganimiz uchun biz admin panelga kirganimizda admin panel orqali har qanday ma'lumotlar bazasini o'chirsak bo'ladi, odam qo'shsak bo'ladi, hamma narsa qilsak bo'ladi. Tushunarlimi? Xo'p, apps sizlarga uyga bersa bo'ladi, uyda ko'rib kelasizlar. Uyga. Tushunarlimi? Bo'lmaydigan bo'lsa kattagisi. Tushunarlimi? Turli narsa bo'lyapti. Xo'p, models.py. Models.py ma'lumotlar bazasi uchun tablelar yozish uchun ishlatiladi. Ya'ni buni ichida biz Telegram botni yaratib yozardik-ku, misol uchun nima qilardik Telegram botda? Hozir yozdik Telegram botda so'rovlar, to'g'rimi? Xuddi o'sha so'rovlarni endi biz models.py ga so'rov qilmasdan, to'g'ri klassga ichida ma'lumotlar bazasi uchun maxsus kodlar orqali yozib ketamiz table kolumnga. Tushunarlimi? Rolni yozing. Xo'p, Facebook.py, Facebookga video olsa bo'ladi. Uyga. Tushunarlimi? Xo'p, views bu konstruktor, ya'ni bizda hozirgi holatda rolni nima? Hozir konstruktor. Sizlarga o'tgan safar tushuntirib edim, nima edi views? Views Nima edi o'sha narsa? konstruktorlar masalan filtrlab beradi. Krat. Nima edi krat? Ko'rish, o'qish, yozish, ko'rish, o'qish, yaratish, o'chirish. Mana shu kratning hammasi mana shu views ichida yoziladi. Tushunarlimi? Keyin sizlar bilan ko'rib ketdik, biz serializr, to'g'rimi? Nima edi serializr? O'girish. Nimani o'girish? Mana nimaga? JSON faylni, Python faylda nima edi? Yo'q. Hozir qancha? Serializator o'zi. Bu filtrlash. Filtrlash deb konstruktor aytding. Endi serializr ham filtrlash bo'ladi. Serializr. So'nggi aytganimga, shunday o'g'irlik yozib bo'ladi, men nima degansiz? O'zing tushunadigan bo'lsang shunaqa qilib yoz dedim men. Tushunmaydigan bo'lsang yaxshiroq yozish kerak edi. Hamma narsani o'rgataymi endi men? Ha? Hozir borib bitta gap aytardim, bolam. Nasibat aytariga. Aytamiz.
Biz ham darsda qilamiz, so'z. Nima u? Biz ham darsda qilamiz. Yo'q. Siz bitta narsani o'rganamayapsiz, dars o'taman deysiz. Avval o'rganib olaylik. O'tgan safar nimani tushuntirdim men? O'qiysiz. Xo'p, tak. Hozir sizlarga qisqacha strukturasini tushuntirdim, to'g'rimi? Yo'q. Admin nima ekan? Admin.py nima uchun kerak ekan? Admin uchun nazorat fayl. Rasmga ol yaxshilab. Chiroyli qilib. Xo'p, e'tibor beradigan bo'lsanglar, mana bu migrations ichida init.py turibdi, to'g'rimi? Bizda nima bo'ladi? Bunaqa papkalar qaysi papkani ichida init.py konstruktor bo'ladigan bo'lsa, bu bizda directory bo'ladi. Directory. Tushunarlimi? Agar bunaqa init bo'lmagan bo'lsa, bu oddiy papka. Tushunarlimi? Oddiy papka. Shu narsani tushunib olinglar. Xo'p. Endi sizlarga aytdim, models bor ekan, to'g'rimi? Models. Nima ekan models? Models nima ekan? Ma'lumotlar base table. Model ma'lumotlar bazasining tablelari. Xo'p. Bo'ladimi? Bo'ladi. Xo'p. Models. Suchga solamiz. Yo'q. Ma'lumotlar. Yo'q. Sabr qilsin. Xo'p, ma'lumotlar bazasi uchun table yaratish uchun ishlatiladi models.py. Tushunarlimi? Databazami? Databazaga table yaratish uchun ishlatiladi bu papka. Fayl. Tushunarlimi? Xo'p, table qanday yaratiladi bu yerda? Django'ni ichidan DB degan o'zini bitta kutubxonasi bor. DB ning ichidan models degan bitta maxsus funksiyasi bor. Xuddi shu funksiya orqali biz bu funksiya bizga nima qilib beradi? Databazaga ulanib, databazadan mana bunday qilib yaratib kelish imkoniyatini beradi. Mana ko'radigan bo'lsak, kaskad mana bunaqa har xil anavlari bor. Ya'ni databazani o'ziga kerak bo'ladigan so'rovlari bor, mana ko'radigan bo'lsak. Mana bu yerdan set null bor ekan. Ya'ni kerak bo'ladigan hamma narsa bor ichida. Tushunarlimi? Xo'p, endi biz xuddi shu models orqali databazaga ulanib, o'tir demadim men. Ma'lumotlar bazasi yaratamiz ekan. Tushunarlimi? Xo'p. Tak. Bu yerda yozamiz class orqali yaratiladi. Hamma narsa class orqali bajariladi bu yerda. Tushunarlimi? Yo'q, class bilan. Tak, misol uchun yarataylik users emas, misol uchun bitta oddiy persons degan table yarataylik, ozod. Modelsning ichidan modelni chaqirib olaman, tak. Tak, models o'zi yetar ekan bizga. Xo'p, endi qaranglar, qanday yoziladi? Misol uchun, personning nimasi bo'ladi? ID'si bo'ladi, to'g'rimi? ID'si misol uchun tak, models nuqta integer field bo'ladi. Integer field bizda raqam bu. Buni ichiga berib qo'ysak bo'ladi. Xo'p, integer field. Senga hech kim tey demadi o'tgan. Xo'p, keyingisi name bo'ladi, to'g'rimi? First name misol uchun. Models hozir tushuntirib beraman. Char field misol uchun max length bo'lsin, bizda ismning uzunligi 25 bo'lsin. Last name models. Tashqarisiga 25. Xo'p, bizda about bo'ladi, to'g'rimi? Qisqacha. About nima? Yo'q. Qayta so'ralmagan, bilasan o'zing nimaga o'tirmayotganingni. Max. Xo'p, def. Bizda hozir qaranglar, nima bu yerda? Integer field o'tir demadim men senga. Hech kimga o'tir demadim men. O'yin qilmanglar menga. Xo'p. Modelsning ichidan integer field hozirgi holatda data PostgreSQLda integerga teng. Integer. Tushunarlimi? Xo'p, modelsning ichidan char field, bu charga teng.
varcharga teng. Varchar biz ichiga uzunlik berib yuboradi, to'g'rimi? Xuddi shuni biz maxsense orqali beramiz. Ya'ni eng uzunligi, eng ko'p uzunligi hozirgi holatda 25, 255, 25. Ikkalasi bitta. Charfield varchar. Tushunarlimi? Charfield ikkalasiga ham kirib ketadi demoqchiman. Xo'p. Qisqacha shu. Tak, buni tashqari yana qo'shimcha mana bunaqa xususiyatlar bor o'zini. Misol uchun berib qo'ysak bo'ladi, admin or not deb qo'yaylik. Buni ichida models nuqta boolean field bor. Tak, default false. Ya'ni hozirgi holatda mana bu boolean field, bu true false. Ya'ni hozirgi holatda men aytyapman, mana bu biz kiritgan foydalanuvchi bu adminmi yo'qmi? Bildirib turadi, buni ko'rsak bo'ladi. Default holatda false bo'ladi. Tushunarlimi? Xo'p, endi qaranglar, nima bo'ladi bu yerda? Tak. Terminalni ochamiz. Sizlarga ko'rsatgan buyrug'imni kirgizamiz. Python manage.py make migrations. Nima edi aytsa? Tak. Kullanmaydı. O şimdi bir şey hoca olduğunu. Erkeğin geçkenli. Bana ne? Bana gel. O'ynamagin. Tak. Tak. Modelni ichidan modelni chaqirib olishim kerak edi men. Mana endi make migrations beradigan bo'lsak, tak, ID can only be used if field is primary key from. Nasıl olsun? Bitta vaqtiga men Anladım. Sizlarga hali yozinglar demadim. Turning o'zi. Turning bor. Shu. Primary key. True. Tak. Bo'ldilarmi? Davay, bo'linglar, tezlashinglar. Ha? Mana zo'r bo'lasiz ekan. Tak. Ders neçe bir derste? İkide başlayan olmasın için ilişkin. Burada. Joyinga tur. Xo'p. Hozir mana e'tibor beradigan bo'lsak, men ma'lumotlar bazasi yaraldi. Migrations faylni ochadigan bo'lsam, qaranglar mana 001 initials. Ya'ni bu aytyapti, men mana shunaqa tablelar yaratib keldim deyapti. Buni ichiga kirish shart emas, просто tak buni bilib ketinglar nimaligini. Tushunarlimi? Xo'p. Tak. Make migrations va migrate o'zi qachon beriladi? Qachonki databaza birinchi yaralganda, qachonki databaza mavjud databaza o'zgartirilganda. Misol uchun men bu yerda nechta bor bu yerda kolumnalar? 5 ta bor, to'g'rimi? Misol uchun men orqasidan oxirida yana bitta qo'shib qo'yishim mumkin. Xuddi o'shanda qo'shganimdan keyin create misol uchun bitta ma'lumot qo'shadigan bo'lsam, qaranglar. Savolim bor, ustoz. Shuni plaganni qaytaratamiz. Data proyektiyamiz. Databaza o'tmaysizmi? Databaza o'tish kerak, mana shu narsa databaza. Chalg'atmay turinglar hozir. Turinglar dedim men o'rninglardan.
Misol uchun men create add qo'shdim, to'g'rimi? Create add. Ya'ni hozirgi holatda ma'lum bir foydalanuvchi yaralgandan keyin avtomatik o'zi qo'shib ketadigan bo'lsin. Endi nima qilaman? Make migration qayta beraman. Qaranglar, bu yerda bitta narsa so'rayapti bizda. Nima deyapti? Sen yangi kolumn qo'shyapsan deyapti. O'sha kolumn undan oldin o'sha databaza yaralgan edi deyapti. Ma'lumot table yaralgan deyapti. Table'da ichidagi mana shu ma'lumot undan oldingi ma'lumotlarga men ma'lumot qo'shib ketaymi yo yo'qmi deyapti. Ya'ni biz endi berib ketishimiz kerak bo'ladi. Bu yerdan ikkita yo'l bor deyapti. Birinchisi bo'ladi create etga. Ikkinchisi biz просто tak value bermasdan null qilib ketadigan qilsak bo'ladi deyapti. Ikkini berib ko'radigan bo'lsak, select option bizda tek birni beraman. Misol uchun nima qiymat berib ketish kerak? O'sha qiymatni ko'rsatib ketaman. Misol uchun default holatda bizda tak hali yo'q desam. Yo'q. Yo'q. Mana migrations berdim, endi migrate beraman. Tak. O'tir demadim men. Yo'q. Yopaynan. Migrate. Mana ma'lumotlar bazasi yaradi. Mana bu yerda ko'radigan bo'lsak, SQLite ning ichida bizga yaratib bergan bo'ladi. Misol uchun buni ochsak bo'ladi, text qilib ochib ko'raylikchi mana. Bu yerda endi SQLite 3 ni ko'rib bo'lmaydi. Lekin maxsus extensionlar orqali ko'rsanglar bo'ladi. DBSQLite bu databaza, ma'lumotlar bazasi. Tushunarlimi? Yo'q. Yo'q. Tushunarlimi? Xo'p, endi men run beraman. Python manage.py nima edi run berish? server run edi. Yo'q. Run server. Serverga run berdik mana. Endi buni ko'radigan bo'lsam, mana bunday oyna ochildi. Bu yerda hozir hech narsa bo'lmadi, lekin Djangoning shunday xususiyati borki, o'zi avtomatik bizda admin panel yaratib beradi. Ya'ni misol uchun kirib turib biz nazorat qilsak bo'ladi. Tak. Admin deb kiritadigan bo'lsak, mana bunday panel ochiladi. Tak. Bu yerda misol uchun yozib ko'rsak bo'ladi, admin 1 deb qo'ydik. Xato berdi. Chunki bizda hali admin super akkaunt yaratilmagan. Biz maxsus akkaunt yaratib qo'yishimiz kerak. Mana shu admin panelga kirib nazorat qilishimiz uchun hozir. Xo'p. Endi loyihani o'chiramiz, biz yaratib olamiz. Xuddi shu maxsus anoni akkauntni. Qanday yaratiladi? Python manage.py create super user. Yozib olishinglar kerak bo'ladi bu narsa. Create yo'q. Create super user. Mana. O'tiraylik so'z. So'z. Yo'q. Asomat Yozinglar dedim men. Xo'p, create super userni kirgizdim. Menda create super user username so'rayapti. Admin uchun username, misol uchun admin deb qo'yaman. Tak, endi email adres so'rayapti. Misol uchun, tak, hozirgi holatda admin kuchukcha gmail.com. Password so'rayapti. Misol uchun kelinglar 1 berib ketaylik. 1 yana. Yana bir marta qayta kirit deyapti. Bosaman. Endi bizdan so'rayapti. Paroling qisqa, buning xavfsiz emas deyapti. Biz xohlasanglar yes bosib ketsanglar shu parolni olib ketadi, xohlasanglar no deb bosinglar o'zgartirib beradi. Biz yes bosib ketamiz, yaratildi. Endi run beraman qaytadan. Run server beraman-da. Mana bu yerda bitta periodga beraman. Xo'p. Username admin edi, paroli 1 edi, to'g'rimi? Loginni bosadigan bo'lsam, mana bunday admin panelga kiradi. Xo'p, sabr qilib turing, ko'rsatib tushuntirib berayman. Create super user. Admin account yaratadi. Super admin yaratib beradi. Bu yerda
Django default holatda o'z database yaratib beradi dedim men, to'g'rimi? Xuddi shu groups bilan biz username mana Django'ni o'zi yaratib beradigan. Mana ko'radigan bo'lsak, admin account bor o'sha. Bu yerda yana bitta account yaratib ketsak bo'ladi. Biz sizlar bilan mana bu yerda model yaratdik, to'g'rimi? Person degan. Nima nomlash? Create super user. Ha, hop. Parol o'zi chiqarib beradi. Mana bu yerda person degan yaratdik, to'g'rimi? Turolinglar. Person degan yaratdik, to'g'rimi? Lekin bu yoqda bizning admin panelda chiqmayapti. Nimaga? Chunki biz mana bu yerda admin.payga registratsiya o'tkazib qo'ymaganmiz-da. Endi registratsiya qanday o'tkazamiz? Admin.register admin site register. Hop, ichiga men modelsni ichidan olib kelib qo'yaman endi. From models personnel, to'g'rimi? Person. Xuddi shuni mana bunday clause ichiga berib qo'yadigan bo'lsam hozir. Ajmaniyaqa o'rda davay. O'tirayman. Yo'q. So'kima menga. Tushundingmi? 20 ta qilasan shu qilganingga. Tushundingmi? Shu yerda qil. Asalni uzmay hozir. Tushundingmi dedim? Bor yo'q, chiqib ket darsdan. Bor. Bor darsdan chiq. Tashqariga chiq dedim men senga. Xo'p. My app'ni ichidan, yo eshikni orqasidan. Eshitdingmi gapimni? Yo eshikni dedim. My app'ni ichidan, modelsning ichidan personni chaqirib oladi hozir holatda. Mana bu yerda loyihani o'chirish shart emas. Mana bu Django'ning o'zining shunday xususiyati bor, avtomatik o'zi yangilaydi. O'chirish shart emas, tushunarlimi? O'zgarishlar avtomatik oladi bu. Tak, bu yoqqa o'tib ko'radigan bo'lsam, endi mana bizga person degan my app qo'shilib qoldi. My app'ni ichidan, ya'ni mana bu my app'ni ichidan bizga models kelyapti mana person. Buni ichiga kiradigan bo'lsam, tak, admin person. Nimaga beryapti? Hatto beryapti no such column create add. Qayerda beryordim men create add qilib? Mana ko'radigan bo'lsam, bu yerda 500 error keldi bizga. Bu backenddan error keldi bizda. Hozir topamiz buni. My person ichida, my app person ichida create add mavjud emas deyapti bizda. No such column deyapti. Bunday column mavjud emas deyapti. Tak ko'ramiz hozir. Tak sudo minus u postgres SQL. Xuddi shu buyruqni mana bu yerda terminaldan ham qilsam bo'ladi-ku. Mana bu yerda terminaldan. Tak. Databazamiz nomi nima edi bizda? Bu SQLite. Keyin shuni SQLite'dan biz oddiy PostgreSQL ga o'tkazaylik. Okay. Refactor. Bo'ldi. Endi qara, mana bu sequence databaza joyi bor edi, to'g'rimi? Mana bu yerda mana databaza. Bu yerdan biz databazani berib olishimiz kerak, databazani connection'ni. Xo'p. Connect PostgreSQL to Django. Bunga bizga Psycop 2 kerak. Psycop 2 ni nima uchun ishlatardik biz? Psycop 2 ni? Psycop 2 ni. Ana, ulash uchunmi databaza ulash uchun. Psycopni o'zini yuklab oldim. Endi qara. Mana bu yerda ko'rsatib qo'ygan senga databazani qanday ulashdi. Biz mana bu defaultini mana shuni o'zini kopi qilib olamizda. Mana bu yerda o'zgartiramiz buni. Mana. Tak, endi qara qanday bo'ladi? Xo'p.
Mana bu engine'ga tegmaymiz. Bu databazani o'zini shunaqa xususiyati. Xo'p, name'ga databazani nom yozamiz. Misol uchun biz databazalarimizni ko'ramiz. Qanaqa databaza bor edi bizda? Tak, bizda bor ekan. Kim bitta alohida yaratib olaylik. Create nima edi? Database. Misol uchun my Django deylik. Nuqta virgul qo'yishim kerak, bu yerda olmaydi agar. Tak, run beraman, databaza yaraldi. Endi user nima edi bizda? Postgres, to'g'rimi? Hammada shunaqa bo'ladi. Password 1 2 3 4. Tak, bular o'zgarmas bo'lib turaveradi. Endi nima qilamiz biz? Tak, mana bu yerda migrationsni tak. Bu yoqqa o'tamiz va qaytadan beraveramiz migrations faylni. Chunki u bizda PostgreSQLda olib borib yaratib kelish kerak ekan. Tak. Mana buni o'chirib tashlaganimiz ma'qulroq. Enterni bosaman. Tak. Migrate deb bosaman, olib borib yaratib keldi. Endi qaytadan run beraman. Run server qilaman-da. Mana bu yoqda bitta перезапуск beraman. Tak. Endi biz create super databazani o'chirib tashladik, to'g'rimi? Endi qaytadan create super user qilib olishimiz kerak. Chunki уже create super userda ma'lumotlar o'chib ketdi. Bu narsani qaytadan kirgizaman men. Create super user. Create super user. Tak. admin _gmail.com password 1 qilamiz-da. Qaytadan ham beramiz. Xo'p. Bitta перезапуск beramiz. Admin parol nima edi? 1, to'g'rimi? Login qilaman. Mana person turibdi. Ichiga kirib ko'radigan bo'lsam, mana ichida hech nima yo'q deyapti mana. No persons, ya'ni ichida ma'lumotlar yo'q deyapti. Endi biz ichiga ma'lumot qo'shib ko'rsak bo'ladi. Add qilamiz. Bu yerda ID'sini so'rayapti. Misol uchun ID'si 1, to'g'rimi? First name Sayyodbek. Tak, last name familiyang Tog'ayev, to'g'rimi? Tog'ayev. Tak, misol uchun about backend Python backend dasturlashga o'qiydi deylik, o'qiydi. Admin or not deyapti. Ya'ni adminmi yo'qmi deyapti. Biz yo'q, admin qilmaymiz. Endi save deb bosadigan bo'lsak, mana bunday mana person object bitta person yaraldi. Ichiga kirib ko'radigan bo'lsam, person object deb chiqaribdi. Ya'ni biz buni bu ichiga kiradigan bo'lsak, mana sen ma'lumotlarni kelib chiqyapti. Endi biz xuddi shu person objectni ham o'zgartirib qo'ysak bo'ladi. Da. Misol uchun qara, qanday o'zgartiramiz? Person objectga mana bu yerda klassga kiramiz-da, bu yerda bitta funksiyasini yaratamiz. str degan funksiyasi bor. Classda o'zini str degan funksiyasi bor edi, to'g'rimi? Metoda. Endi bu bizda hozir ko'rsatib beraman. Vasfasini misol uchun f-string bermasdan self misol uchun beraversak bo'ladi first name ni. Qayta run beraman. Bu yerda bitta perezapusga berasam, Sayyodbekka o'zgarib qoldi. Ko'rding? Ya'ni mana bu str funksiyasi bizdan nima vazifa bajaradi? Admin panelda databazadagi foydalanuvchilari yoki databazadagi ma'lumotlarni ayni qaysi kolumn orqali ko'rib olishimizni berib olsak bo'ladi. Misol uchun berib olsak bo'ladi, mana bunday qilib hozir ko'rsatib beraman. Tak. F string bor edi, to'g'rimi? Ismi ikki nuqta qaus ochib mana bunday beradi. Familiyasi qaus ochib self ichidan last name, to'g'rimi? Bitta qaytadan ishga tushiramiz. Senga kirishga ruxsat bermadim. Mana. Ismi Sayyodbek, familiyasi Tog'ayev. Tushunarlimi? Ichiga kirib ko'radigan bo'lsak, seni mana bunday ma'lumotlarni kelib chiqadi. Bu yerdan o'zgartirsak bo'ladi, o'chirib tashlasak bo'ladi, xohlagan narsa qilsak bo'ladi. Tushunarlimi? Xo'p. Tak. Eshitdi yo'q? Tak. Eshitdi yo'q dedim. Eshitdi yo'q dedim. Tashqaridan yo'q. Qilingan ish uchun uzr so'raladi. Tashqariga chiq. O'rganib kelib keyin kelasan. Davay. Uzr so'rashni o'rganib kelib keyin kelasan. Bor. Taqillatib, chiroyli bo'lib kiradi. Xo'p, serializer bor edi, to'g'rimi bizda? Serializer device'asi nima edi? Kirishga ruxsat bermadim mana.
Tushundingmi? Kirishga ruxsat bermadim hali. Yop eshikni qaytadan taqiladi. Taqiladi eshikni qaytadan. Och demagunimcha ochmaysan, taqillat. Taqillat. Men hali ruxsat bermadim och deb. Och. Assalomu alaykum. Gapir. Yo'q. Yo'q. Endimi? O'xshamadi, qaytadan kelasan, bor. Bor, qaytadan kelasan. Hop, serializr nima edi? Serializr o'qirish. Bor, boshqadan kelasan dedim, o'rganib. Jisonni, stringi. Hazillashayotganim yo'q men. Davay. Boshqadan kelasan bor hozir. Stringi jisonga, jisonni stringi. Hop, endi serializrni qanday yaratadimiz deydigan bo'lsam, eshikni yopdim. Borib o'rganib, keyin qaytadan kelasan, bor. Necha vaqt o'zgaradi? Bor. Oh. Bor, davay. O'rganib kelasan, qanday uzr so'rash, keyin kirasan. Mana bunday mayapti ichida men hali och demadim. Mayapti ichidan bitta new file qilib, Python file qilamiz, serializr qilib yaratib olamiz. Serializers. Mana buni ochamiz. Endi mana bu yerda biz bitta mana shunaqa serializr yozsak bo'ladi. Tushunarlimi? Keyin URLs bor edi, to'g'rimi? Ha, buni keyin ko'ramiz. Tushunarlimi? Models. Bugunga models tushunarlimi? Tak. Bugunga shu yerda. Endi hozirgi senga vazifa xuddi